Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling adasi. Xo'p, rahmat. Adasi, shuni esingizdan chiqazmang, har qanaqa holatda ham men sizni yoningizdaman. Alo. Shahar markaziy shifoxonasidan bezovta qilyapmiz. Eringiz avtohalokatga uchrabdi. Tez yetib keling. Voy, nima? Hozir yetib boraman. Voy. Doktor, qani erim? Qani nima bo'ldi ularga? Tinchlaning. O'tirib oling, men sizga tushuntirib beraman. Xo'jayiningiz avtohalokat natijasida umut qopag'onasi maydalanib ketish oqibatida eringiz umuman yurolmaydigan shol bo'lib qoldi. Eng yomoni bunaqa holatdagi bemorlar ko'p yashamasligi mumkin. Ichmayman duom, meni jonimga tegib ketdi. Meni ham jonimga tegib ketdi kasalvon boqish. Meni ham odamlarga o'xshab chiroyli yashagim keladi. Sen ham o'la qolmading, men ham tezroq qutula qolmadim. Endi bildingmi, bu yerda nimaga chidab yashab kelayotganimni? Ayolingizni shu yo'l bilan sinash nima keragi bor? Bunaqada oilangiz buzilib ketadi-yu. Sinovimdan o'tolmagan bunaqa ayollar menga kerak yo'q. Har qanaqa holatda ham yoningizdaman menga. Faqat tilingda emas, dilingda yoningda. I gotta have it. I ain't even playing, gotta